Bugun sizlar bilan 2026 yilgi Chevrolet Cobalt avtomobili haqida qisqacha, lekin mazmunli gaplashamiz. Chevrolet Cobalt nomi ko'pchilikka tanish, chunki bu model ilk bor 2000 yillarning boshida taqdim etilgan va o'sha paytdan boshlab ishonchli, arzon va qulay sedan sifatida mashhur bo'lib kelgan. 2026 yilgi yangi Cobalt esa avvalgi avlodlarga qaraganda ancha zamonaviy va texnologik ko'rinishda namoyon bo'lmoqda. Yangi Cobalt dizayni yanada agressiv va chiroyli. Old qismidagi zamonaviy panjara, LED faralar va silliq yon chiziqlar avtomobilga qimmatroq ko'rinish beradi. Salon ichida esa keng joy, qulay o'rindiqlar va zamonaviy sensorli multimedia tizimi mavjud. Apple CarPlay va Android Auto funksiyalari kundalik foydalanishni yanada osonlashtiradi. Texnik tomondan 2026 Chevrolet Cobalt 1.5 litrli benzin dvigateli bilan taklif etiladi. U shahar va uzoq yo'llar uchun yetarli quvvat beradi va yoqilg'ini ham tejaydi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari mavjud bo'lib, haydovchi o'z didiga mosini tanlashi mumkin.